Koronar arteriyalarni bir marta ko'rib, uzoq muddatga yodlab olish mumkinmi? Assotsiatsiya usuli bilan ha. Bugun shuni ko'rsataman. Assotsiatsiya bu bir nechta obrazning birlashmasi. Unda bitta asos bor, markaziy obraz va uning ko'rinadigan qismlariga boshqa obrazlar joylashtiriladi. Miya bu bog'liqliklarni tez va ishonchli saqlaydi. Chunki bu obrazli fikrlash, quruq atama emas. Oddiy misol: daraxt, asos. Uning qismlarini ajratamiz. Xuddi kitob o'qigandek. Tepadan pastga, chapdan o'ngga. 3 ta qism: toj, poya, ildiz. Tojida non turadi. Poyasida choynak osilib turibdi. Ildizda qalam yotibdi. 6 soniya har bir qismga qarang. Endi daraxtni ko'z oldingizga keltiring. Non, choynak, qalam o'z-o'zidan keladi. Endi kardiologiyaga o'tamiz. Koronar arteriyalar yurakning o'z qon tomirlari oziqlantiradigan arteriyalar. Asos yurak obrazi. Ko'z oldingizda aniq yurak. Qizil rang. 6 soniya qarang. Yurakning 4 ta qismini ajratamiz. O'ng tomon, chap tomon, old tomon, yon tomon. O'ng tomonga qarang. Bu yerda o'ng koronar arteriya. Obraz yashil toj. Yurakning o'ng tomonida yashil toj turadi. Chap tomonga qarang. Bu yerda chap koronar arteriya. Obraz qizil toj. Yurakning chap tomonida qizil toj turadi. Old tomonga qarang. Bu yerda chap oldinga tushuvchi arteriya. Obraz qizil alpinist. Yurakning oldida qizil alpinist tushib kelmoqda. Yon tomonga qarang. Bu yerda chap aylanma arteriya. Obraz qizil obruch. Yurakning yon tomonida qizil obruch aylanmoqda. Endi yurakning to'liq assotsiatsiyasini ko'z oldingizga keltiring. O'ng tomon yashil toj, chap tomon qizil toj, old tomon qizil alpinist, yon tomon qizil obruch. Hammasi bir kartinada. Keyingi videoda assotsiatsiyalar tartibini qanday saqlash, ya'ni matryoshka usuli haqida batafsil ma'lumot beraman. Sifatli yod olish bu mnemonikaning asosi. Obuna bo'ling, Imamedic xotira tizimi.